Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, bugun 12-noyabr 2025-yil navbatdagi onalar bo'lgan, chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Labon egalari kanalimizdan ko'rib, Farg'ona viloyati So'x tumanidan yetib keldilar. Bu labonni mana ko'rib turibsizlar, har qanaqa joyida uloq-pulog'i yo'q, petnos yo'q, silliq holatdagi tunika bo'lgan. Bo'lni shumizalyatsiyalar qilingan. Mana bu joylarda mana konteyner pollari bor. Qattiq zarbalar tegadigan bo'lsa bukilmaydi. Orqadan tegsa bukilmaydi. Penoplekslar ham joy-joyida qilingan. Hop, mana bu nomerlarga postoyanno telefon qilishingiz mumkin. Bemalol ishlaydi. 24 soat 7 kun, hali dam olish kuni bizda yo'q. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Alohida mana bu yoniga ham sondiqchalar qo'yganmiz. Mana sondiqchani ko'rasizlar. Akkumulyator to'sadi, ichiga qulf kalit ochiladi, qulf kalitda damkarat zapchastlarini hisob ishlatsalaring bo'laveradi. Mana ochamiz. Ochiladi. Akkumulyator zashta qiladi. Bu yonidan loy-poy urmaydigan holatda bo'ladi. Ключ narsalarni hisob ishlatsalaring 1.8 litrdan bo'ladi. Hop, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida shunaqa chiroyli holatga keltirib o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Imkon qadar tuzatib, chiroyli qilib, keyingi labonlarni bundan yaxshi qilishga harakat qilamiz. Like bosish, podpiska bosishlardan kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.